iyulda benim singlim Aysulu Salih kızı Valiyeva'nın tuğan günü. O Başkırtistan Respublikası Meşgulat rayonu Düsen avanda bizning tuğan yurtimizda iptaşı Zeynullah bilan yaşaydi. Hazır unutlarının qadrli dev anisi bo'ldi endi. O usta xo'jabeka, ajab keng ko'ngilli tuğan jonli kishi. Men uni Qozonda yashovchi tuğanlarim ismidan Sho'sha bayrami bilan shin ko'ngildan qutlayman. Yüzümden vakit yılmayı gitmesin, bor qanotdan qo'yilmay tegizlikda yasharga nasib etsin. Ömürlerin uzun bo'lsin, siyinib tursin ko'ngillar, turmush yo'llaringda ko'p bo'lsin eng ko'ngilli mezgillar. Eng ezgu tilaklar bilan sening abiyim Remzil Valiyevga yozilgan xatda shin ko'ngildan shu xatni olishimiz deb motorxat Boshqirdistonga salam. Boshqirdistonga salamlar yo'llash uchun albatta jig'larimizni boshqa saylarga kerak qilaver. Saydingizmi? Әллә инде үзебезнең фондларда булган якташларыбыз җырын куеп җибәрикме? Ансы дөресрәк булды. Ансы дөресрәк. Шулай бит. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез безгә шалтырата аласыз, телефон номерларыбызны беләсез. Айсылу ханым, туган көнегез котлы мөбарәк булсын. Nazlı